Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Bohirchik do'stlar va bu Minecraft Let's Play kanalim. Bugungi videoroligimizda men survivalda bo'laman, Zaykbo esa ko'rib turganingizdek kreativ va ular meni azoblaydi. Bu videoda meni Chicken Jockey'dan tortib Ender Dragongacha bo'lgan juda ham qiyinchiliklar kutib turmoqda. Ularni yenga olamanmi yoki yo'q, buni video davomida bilib olishingiz mumkin. Salomlashib qo'ying aka. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaykbo. Bolalar bugun Bohirchikni yo qiynaymiz yoki agar yaxshi gaplar gapirsa balki yordam berishimiz mumkin maksimal. Biz survivalni boshladik bolalar. Juda ham ajoyib joydan spawn bo'ldik. Bir tomoni qishloq, bir tomoni tekis adirlik. Survival qilib nima qilasiz mana sizga? Almos blok bilan oling. Qanday olaman men? Nahotki almos bersam bolalar olmayapti Bohirchik. Buni qaranglar, men almos bloklar qo'yibman. Jonginam yuraverdi. Ermay qilishning eng zo'r usuli mana bolalar. Keling bu tarafga o'tingchi, sohilda bu yo'g'iga. Vah! Makayqi. Mayli. To'xtaylar, bizga ideya bor bitta. Xo'p, bu qishloqda anaqa bormikin? Nima edi? Ovqat olamiz. Yo'q, galem mayli, anaqa kerak menga. Galemdan tashqari aslahalar bo'ladigan joy bor-ku. Kuznitsa deydimi o'shanaqa? Kuznitsa yo'q. Voy, alam asab. Mana uni ichida nima bor? Kuznitsa yo'q. Xo'p, mayli unda galemni bir narsa qilib o'ldiramiz tosh qazib. Da galemni o'ldiraveramiz. Oh yeah, kakras. Temirdob qo'yamadim, temirdob qo'yamadim, jinnalik qildim. Bohirchik temir kirkangiz bormi? Yo'q, endi bo'ladi, sabr. Endi bo'ladi, mana sizga. Oling. Oh, Olsangiz bo'lmaydimi? Men sizga diamond bersam siz olmaysiz. To'xta, men hozir buni Bohirchik arazlarman. Yo, arazlamadim men. Bitta narsa bor edi men bu yoqda. Agar qolib ketgan bo'lsa. Bilay, olib ketibdi. Kallasi qaydan ishlab ketdi. Zaykbo aka keling. Aka. Sizga yonmaydigan zombi qo'yaman, to'xtangda. Oy, galemni nimaga o'ldirdim ha? Endi Bohirchik qishloqdan chiqib, spawn bo'lsa kerak galim yana. Bo'lsa kerak. Qoch. Kichkinasi qo'lyapti-da. Voy, onang. Bohirchikni yo'qotib qo'ydim chota. Zombilar qayerga qarayapti? Qayerga kirib oldingiz? Anu kichkina qani, kichkina qani olib keling kichkinani. Oh shit. Tezroq bu yerdan chiqmasam hozir. Iye. Krisa chiqib ketdi. Chicken jockey. Ikkita kichkina zombini o'ldirsangiz Bohirchik, men sizga temirli aslahalar beraman. Temir aslahalar beraman. Ikkita kichkinasini. O'ldiraman aka. Bolam uchun jonim fido deyapti. Uchinchisi ham ketdi. Uchinchisiga bonus bormi? Bonus bormi uchinchisiga? Mana aka qarang, mana temirli aslahalar. Sizga bitta, ya'ni sizni nezerga o'tkazishim mumkin, bitta savol beraman. Ya'ni Minecraft birinchi versiyasi nechinchi yil chiqqanini topsangiz, sizni nezerga o'tkazaman. Ya'ni nezer portal qurib beraman. Portal qurib berasiz, o'zim xohlasam o'taman, a? Da. Xo'p, Minecraft birinchi versiyasi 2009-yil chiqqan. Fantastic time setda qilamiz mana. Aka, hamma yo'q zombi chichkasiz. Bo'ldi, Bohirchikka endi, ya'ni nezer takoy qilib quring. Da, takoy qilib bitta. Zombilarni eplab turasiz, tak men bu yerdan quraman nezer portalni. Obunachilar, Bohirchik nezerdan kerakli narsalarni olsa, agar savol beraman topsa, Ender Dragon'ni portalini o'zim qurib beraman. Ender Dragon'ni makillatadi bu bola, mana. O'zim o'tib ketdim nezerga. Nezerda sizni kutaman, keling, kelavering. Okay. Spawningiz вообще musor ekan. Juda spawningiz musor. To'g'rilash imkoniyati bor sizda. Amcha bu spawndan, ya'ni kerakli resurslar topa olmasangiz kerak. To'g'rilab bering. Siz keling nezerga. Nezerga o'tadigan darajada emasman hali aka. O'tavering, nima farqi bor? Keep inventar yo'qda bizda shu siz. Ha, mayli. Sizga bitta yordam beraman shu keep inventari yo'qligi uchun golden apple tashab beraman mayli. Oh my godness. Keling, nezer portalda olib keling. 5 ta tashab beraman, 5 ta. 5 ta ko'p. Ikkita yetadi sizga, ikkita. Anaqa enchant, ya'ni kuchaytirilgandan. Mana. Lavada ham yonmaysiz atak. Kiravering endi. Da. To'xtang. Do'stlar, mayli. Bohirchikka yordam beraylik, faqat qiynamaylik bu bolani. Yeah baby. Endi. Любойga javob. Men bitta piglin oddiy dunyoga o'tib ketdi.
Hop. Xo'sh. Bu taraf вообще spawn so'ragan. Xo'p, spawnni to'g'rilash uchun nima qilamiz? Kravatov olaylik-da. Men sizga hozir zombi qo'yaman, ya'ni o'sha zombilarni ursangiz, o'ldirsangiz o'zingiz hech qanaqa yordamsiz. Mayli, sizga temirdan aslahalar beraman, mayli. Qarang. Qanaqa zombi ish? Ishqib bir kachmen emasmi ishqib? Ash tomonga qo'ying. Bu yoqqa men o'tishim kerak. Easy peasy. Yo'l qurib berdim. Okajonim. Xo'p, bolalar mayli, va'da qilingan narsani beramiz Boqurchikka, ya'ni temirli qurollar dedilar, mayli. Bolta bitta, kirka bitta, qilich beraymi yo'qmi? Qilichni o'rniga yana bitta bolta bering. Mana bolta alohida bittadan tashib berdim. Qarang Boqurchik, sizga zo'r variant aytaman, ya'ni bitta savol beraman. 3 urinishingiz bo'ladi. Agar topsangiz, Ender portalni o'zini qurib beraman. Qurib o'zini nezerdan ketadi va agar xohlasangiz, keyin yana bitta jang qilasiz. Bu safar qiyinroq jang, jo'stkroq jang qilasiz. Polni Ender Dragonni portaliga o'tkazishingizga yordam beraman. Rozimisiz? Roziman. Boqurchik, mana siz oddiy dunyodasiz va sizga birinchi beradigan savolim, Minecraftda nechta neytral mob bor? Ya'ni 3 ta javob berishingiz mumkin. 4-javobda to'g'ri javob bersangiz ham xato hisoblanadi. Demak, neytral dedingizmi? Da, neytral mob. Xo'p, neytral mob. 20 ta. Yo'q, 20 ta emas. Böyle taxminan aytavering, 20 ta. Yo'q, lekin yaqinlashdingiz, juda yaqinlashdingiz. Oxirgi javobingiz, o'ylab javob bering, juda yaqinlashdingiz. Davay, birinchi javobga o'xshasin, 17 ta. Voy! Respekt Boqurchikka, bolalar. Bu taxmin edingmi? 4 topdi. Nahotki? Yo'q, aslan 4 topdingiz. Tak yaxshi. Aytsak, agar 20 ta zombi bilan jang qilib yutadigan bo'lsam, Ender portalga o'tishimni to'liq ta'minlashga qaror qildi va men bunga rozi bo'ldim va so'ngra jang qildim. Va tush ketmay aka, tush ketmay. Birinchisi ketdi. 19 ta qo'yishimiz mumkin, xasib qo'yamiz. Boringlar. Voy! Qochding, qanday qochding? 10 ta jami qo'ydim. Hozirchalik polni bitta creeper qo'shiveraman tagiga. Pastga tushsa portlab, mazgisini tiqillatadi bu bolani. Siz bemalol ular bilan jang qilib turavering, jigarim. Texnologiya. Rahmat. Yana bitta creeper go. No. Texnologiya. Malatsi. U nima o'lmayapsiz? Hammasi ishlatib bo'ldi. Bularni o'ldirishingiz kerak, ma'lumot o'rnida. Xo'p, o'ldiramiz. Portlam, yoniga borib portlasa. Texnologiya. Shu payt qalqon ishlamay qolsa Boqurchikka katta. O, xasklar, нормально вроде. Allah razı olsun. Nezer o'zilib ketdi. Xo'sh, zombilardan nechta bor? Bitta bor, ikkita. Creeperlar bilasizmi nimaga eng aqlsiz va eng jirkanch mavjudot? Sherigini shunday o'zi portlataveradi. Bo'l, men bularni o'ldirishim kerakmi? Da, o'ldirishingiz kerak emas. Oho, nice, so'nggisi. Qaysidir bronyangiz silib ketdimi? Va'daga javoban Boqurchikda o'tkazishimiz kerak, ya'ni endi Ender Dragon portaliga. Menga nima berasiz? Ender Dragon portaliga o'tkazasiz xolosmi yo boshqa Lekin narsalar Ender bor? Dragonni yoniga borganingiz bilan sizda kamon yo'q. Da. Kristallarga blok ko'p vaqt yo'qotadi. O'shani hisobga olib o'taverasiz. Xo'sh. Obunachilar, biz tayyormiz. Boqurchik kelavering. Yo, to'xtab turing, men uni qilaman. Ishim bor mening. Ish. Bo'ldi, men End portaldaman. End portalga o'tishga o'tdim, lekin u yerda 2 marotaba o'ldim va Zaykboyga yutqizdim. Lekin keyingi challenge'larda yutishga harakat qilaman. Do'stlar, Boqurchik shartimizda yutqizdilar. Ya'ni bu videoda ko'rdinglar, imkoniyat berildi, foydalana olmadilar. Aytayapman-ku, hali beri pro igrok emasman unchalik. Nasib bo'lsa, keyingi videolarda Ender Dragonni yo'qotishga harakat qilamiz. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Zaykboy bo'ldi. Hamda Boqurchik. Kanalga obuna bo'linglar, negr bo'lib ketdilar bo'lmasanglar, bo'p charchamanglar.